Yol əgrikən dep ağrınma. Əgri yolunu toğırlap meŋiş, yoki bir ömür əgri yolda meŋiş faqat özünün işi xalas. Əgri yolunu tüzləp mağalaydigan adam aqlliq adam. Çünki u ən yaqin yolunu tapdı. Xuddi yaqin suğa oxşaş, əgişni biladigan, toqqulardan aylanıp mağalaydigan adam kən qorsaq adam. Çünki bundaq bolğanda u yana başqa mənzirlərni görüp mağalayman dep oylaydı. Yuhudu talaş tartış ve köngül g'ashligidan yiroq turadi. Turmushdan to'la og'rinib yuradigan kishilar beshidan issiq sovuq o'tmagan kishilardir. Bilishingiz kerakki, turmush azaldan sizni tonimaydi. Sizning kimligingizga qiziqmaydi. Bu dunyoda har bir odamning yashami undaq oson emas. Taqdir ham unchalik odilmi emas. Pasif kishilarga nisbatan aytganda turmush bir tragediya. Aktif kişilerge nispeten del bunun aksi boludu. Çünkü turmuşqa aktif nazar bilen qaraydigan kişilerinin ko'nglida kelgüsüge bolgan ümit var. Hamakatlarga nispeten aytganda turmuş aslida bir qiyinchilik. Bu xil pozitsiyada xo'raydigini, yarlandigini uning ruhi va jismoniyati boludu. Aql egalari uchun aytganda turmush bir xil o'ymachilikqa o'xshaydi. Ular tadrijiy holda texim mukammal bo'lgan o'zini barpo qiladi. Demek, hikayelerge to'lgan bu hayotlik yo'lida faqat ching turgandila sen bir nadir asarga aylanasan. Undaq bo'lmaganda faqat bir döv toshqa aylanib qolasan xolos. Shoxlarga zinnat bergan yo'qurmaqsan, yerga tushgan isming xazonga aylanadi. Bir odamning haqiqiy pishib yetilganligi uning qanchalik pul topganligi yoki qanchalik muvaffaqiyat qozonganligida emas, balki qanchalik yaxshi ruhiy holatga ega bo'la olganligida. Başkalarının artıqça g'ayvat, shikoyatlariga g'azablanmaganligida. Chunki hayot başkalarının bahası bilan emas, balki o'zimizning tanlashi bilan go'zal bo'ladi. Kishilik hayot daraxtga o'xshaydi. Ortiq shoxlarni qirqib tashlagandala, ondan bargan siri buk baraqsan bo'lg'ili bo'ladi. Tashqi dunyoning sadosi tarafidan tutqun qilinma. O'zingizning ichki dunyosini ko'proq anglang. Bir yulduz uchun butun osmondan voz kechish faqat uchiga chiqqan ahmoqlarga xos bo'lgan xislat xolos. O'tmishni bak qo'g'lishib ketmang. Chunki tunugungi quyosh bilan bugungi kiyimni quritolmaysiz. Kishilik hayot yo'lida sizga bir mezgil hamroh bo'lib ma'laydiganlar nihoyat ko'p. Lekin sizga oxirgacha hamroh bo'lib ma'laydiganlar nihoyat oz. Har bir odamning ma'nodigan yo'li o'xshash bo'lmaydi. Ayrilmoqchi bo'lgan kunlarga kelganda esilaverishning hojati yo'q. Minnettarlik holatida qo'l qo'llanib xo'shlashsaq da bo'ldi. Chunki sizga hamroh bo'lgan har bir odam hamon bir kun sizdan asta-asta yiroqlab ketadi. Bilamsiz, hatto siz bu hayotlikdan asta-asta yiroqlayapsiz. Sizlarni so'ymayman.